O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaroga UEFA tezkorlik bilan shoshilinch tarzda iste'fo berish kerak. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar, yana bir bor sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Bugun asablar bardosh bera olmadi. Erta tongda, yakshanba tongida a'lo kayfiyat bilan bugungi kunni boshlaymiz va shu a'lo kayfiyat to haftani oxirigacha davom etadi degandim. Afsuski, O'zbekiston terma jamoasi mana shu joyda o'z mundialdagi yurishini to'xtatdi. Nimaga asabiylashyapsan? Axir bu oldindan aniq edi O'zbekiston keyingi bosqichga chiqa olmasligi deyishingiz mumkin. To'ppa-to'g'ri gapiryapsiz. O'zbekiston terma jamoasini keyingi bosqichga chiqa olmasligini nafaqat men, butun O'zbekistonning futbol ishqibozlari bilardi. Bilasizmi, nimaga Cannavaroga iste'fo so'rayapman, qadrli do'stlar? Nimaga taktika tanlashdagi o'ta qo'pol xato? Xo'p, mayli, garchi biz keyingi bosqichga chiqa olmasak ham, nima uchun Kongoni mag'lubiyatga uchratib, 3 ochko bilan guruhda hech bo'lmasa 3-o'rinni egallab, yorug' yuzlar bilan, misol uchun, nafaqat bu mundial, mana bu Osiyo sharafi uchun, O'zbekiston uchun va keyingi mundiallarda yaxshi nom qoldirish uchun ham biz Kongoni mag'lubiyatga uchratishimiz kerak edi. Nimaga birinchi bo'lib gol urdik? 10-daqiqada Eldor Shomurodov katta sahnaga chiqdi, gol urdik. Gap so'z bo'lishi mumkin emas yigitlar. Deyarli 30-40 daqiqa birinchi bo'limni ham biz g'alaba bilan yakunlab chiqib ketdik. Nimaga? Nima uchun Cannavaro? Kolumbiyaga 3-1 ga mag'lubiyatga uchradik. Portugaliyaga 5-0 hisobida mag'lubiyatga uchradik. Nimaga shulardan bir qanaqadir yangi taktika yoki bir qanaqadir g'alaba qozonish usullarini o'sha biz ishongan italiyalik mashhur mutaxassis, jahon chempioni bo'lgan Fabio Cannavaro ishonchini oqlay olmadi. Endi aytishimiz mumkin, to'g'ri, nimaga Kapazini bo'shatdik? O'sha paytlarda juda ko'pchilik xohlagan Kapazi ketmasin. Mundialda qanday natija qayd etishimizdan qat'iy nazar Kapazi qolsin, Kapazi bizni mundialga olib chiqsin deganimizda yo'q, bizga xo'roz qandni chet elniki bo'lsa yotib olib yalashadi. Bizga chet elni xo'roz qandi kerak degandik. Mana chet elni xo'roz qandi keldi. Mazza qilib yeyapmiz xo'roz qandni va mana shu mundialda sharmandalarcha desak biroz xato bo'lamiz, to'g'ri, lekin qadrli do'stlar, bilasizmi, har bitta futbolchiga bittadan gol to'g'ri keldi. Shu mundialda biz O'zbekiston terma jamoasi 3 ta o'yin o'tkazgan bo'lsa, Kolumbiya O'zbekiston 3-1, Portugaliya O'zbekiston 5-0, O'zbekiston Kongo 1-3 hisoblarida o'z darvozamizdan jami 11 ta to'p olib chiqib, xayriyatki 2 ta gol urishni uddasidan chiqdik. Abbosbek Fayzullayev Kolumbiya darvozasiga, Eldor Shomurodov bugun Kongo darvozasiga xayriyatki gollar urdik va yakunda, qadrli do'stlar, afsuski O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati mundialdagi yurishini to'xtatdi. Men buni bilardim, hammamiz bilardik. Mayli, bu mundialda to'xtashimiz allaqachon hal bo'lib bo'lgandi. Lekin nima uchun, qadrli do'stlar, hech bo'lmasa Kongo bilan durang o'ynamadik? Nimaga uchun hech bo'lmasa 1 ochko ola olmadik? Nimaga bizdan FIFA reytingida orqada qolgan Qatar terma jamoasi 1 ochko oldi. Yaponiya, Janubiy Koreya, Eron terma jamoalari ochko olmoqda. Nimaga bizni tabaqamiz mana bu Iordaniya yo Iroq bilan bir xilmi? Gapirsak gap ko'p, qadrli do'stlar. Men mayli bu mag'lubiyatdan bir narsa yasamaymiz. Men hattoki 2-1 bo'lganda ham mana shu hisobni saqlab qolaylik. Yirik hisob yomon bo'ladi. Bizni tariximizda shu yomon iz qoldirmasin. Shu 2-1 ni saqlab qolaylik degandim. Afsuski buni ham saqlab qola olmadik. Bizda xatolar ko'p. Yana bizga bahona tayyor. Birinchi marta mundialga chiqdik. Biz debutant terma jamoamiz. Biz katta tajriba olyapmiz, dars olyapmiz dedik. Lekin biz o'sha mundialga bormasdan oldin otni kallasidek oyligini berib, bizni ko'zimiz ham ochilmadi-da. Cannavaro aytdi mundialga ketmasdan oldin. Terma jamoadan, ya'ni mendan katta natija kutmanglar, unaqa natija bermayman deganda ham, sen to'xtachi. Dunyo bo'yicha eng ko'p oylik maosh oluvchi murabbiylar qatorida top 5-o'rinda turasan, 4-5-o'rinda. Nimaga sen bizga natija bera olmaysan deb hech kim aytgani yo'q. Ha, bo'pti, boring, shunchaki bolalarni o'ynatib keling, bir mazza qilib o'ynab kelishsin, yo bo'lmasa bitta muzqaymoq yeb kelishsin deganga o'xshab, endi terma jamoamiz 11 ta to'p o'tkazib mundialda, qadrli do'stlar, 2 ta gol urdik. Mayli, bu to'p o'tkazishimiz hech narsa emas. Biz mundialga birinchi marta chiqdik. Birinchisida bizga tajriba kerak. Mayli 11 ta emas, 20 ta to'p o'tkazsak ham rozimiz, deydiganlar ham topildi ichimizda. Nimaga Cabo Verde terma jamoasi, qadrli do'stlar, mana hamma gapiryapti. Cabo Verde birinchi marta jahon chempionatiga chiqdi.
lekin ular Ispaniya bilan durang o'ynadi va keyingi o'yinlarda Cabo Verde butun dunyoga mana Cabo Verde degan mamlakat bor deb juda ham kichkina davlat o'zini tanitdi. Nimaga endi biz Cannavaro degan janobi oliylarga ishondik, Cannavaroga qo'sh-qo'llab terma jamoamizni topshirdik. Bir paytlar Capazzi qolsin deganimizda hech kim bizni gapimizni inobatga olmadi. Aksincha italiyalik mashhur nomga ishondik va mana Cannavaro, qadrli do'stlar, O'zbekiston terma jamoasini mayli kichik hisoblarda aytaylik, Kolumbiya bilan 1-0, Portugaliya bilan 2-1, Kongo bilan 1-1 yoki 1-0 hisoblarda mag'lubiyatga uchraganimizda yo 3-2 hisoblarda bizga alam qilmasdi. Yirik hisoblardagi mag'lubiyat bu, qadrli do'stlar, juda ham alam qilar ekan. Men nimaga Cannavaroga iste'fo bering deyapman? Hech qanaqa natija qilmasdan, ishlamasdan oylik olib, shunchaki mazza qilib, ya'ni eng ko'p maoshni olib, endi qo'limizdan kelgani shu deb ertaga menimcha ular Toshkentga qaytib kelishsa kerak. Nimaga Cannavaroga iste'fo berish kerak, qadrli do'stlar? Agar biz Capazzi bilan bu mundialga borganimizda biz hech xafa bo'lmasdik, chunki bizning murabbiyimiz o'zimizni mahalliy, o'zimizni o'zbek murabbiy, biz undan hech narsa kutmasligimiz, katta natija kutmasligimiz aniq bo'lardi. Lekin Cannavaro bilan borib ham darvozamizdan 11 ta to'p olib chiqib, uchala o'yinda ham birorta ochko ola olmasdan kelganimiz mana shu menga alam qilyapti. Mayli, qadrli do'stlar, men yana bir marta so'zimni yakunlashdan oldin aytmoqchiman. Ufaga murojaatim, iltimos qilib qolgan bo'lardim. Keling, hali ham temirni issig'ida bosib Cannavaroga iste'fo berib, Capazzini milliy terma jamoamizga murabbiy qilaylik, chunki yanvarda Osiyo chempionati bo'lib o'tadi. Osiyo kubogiga o'sha jamoamizni Capazziga berib Osiyo chempionatiga tayyorlab, ana undan keyin 2030-yil bo'ladigan mundialga o'sha Capazzi sekin asta futbolchilarni tayyorlab borgani ma'qul deyman. O'sha oylikni teng yarmini o'zimizni o'zbek bo'lgan insonga bersak, balki vatan tuyg'usi, vatanni his qilib, bundan boshqacharoq taktika, bunaqa yirik hisoblardan jamoani qutqarishi mumkinmidi? Balki meni gaplarimni noto'g'ri gapiryapsan, Cannavaro zo'r deyishingiz mumkin. Balki shundaydir, lekin qadrli do'stlar, biz deputat bo'lsak ham hech bo'lmasa Kongo bilan bugun bir ochko olishimiz kerak edi. Yo'q, o'laman avlod bo'ldi, ilojsizmiz, imkonimiz yo'q deganda biz bir ochko olishimiz kerak edi. Bilasizmi, menga alam qilgani bizni g'alabamiz, qadrli do'stlar, yana ikki Osiyo terma jamoasini play-offga chiqish uchun ta'mirlardi. Bular birinchisi Janubiy Koreya, ikkinchisi Eron terma jamoasi. Biz Kongoni mag'lubiyatga uchratganimizda ular keyingi bosqichga chiqish imkoniyati yaxshilanadi. Hatto durang ham Koreya va Eronni mundialda uzoqroqqa borishiga biz ham katta hissamizni qo'shgan bo'lardik. Afsuski qadrli do'stlar, 2-1 bo'ldi va 3-to'pni o'tkazib yubormaylik, 2-2 qilaylik degandim, lekin baribir o'sha narsa takrorlandi. Bilasizmi, menga yoqmagan tomoni, birinchi turda Kolumbiya bilan O'tkir Yusupov tushdi, ikkinchisida Abduvohid Ne'matov. Yana 3-turda nimaga O'tkir Yusupov emas, endi Abduvohid Ne'matov tushirildi. Undan ko'ra Botirali Ergashevni tushiraylik, agar har bitta o'yinga darvozabon tanlaydigan bo'lsak. Nimaga oson urinib Igor Sergeyev, nimaga ikkita o'yinda ko'rdik, faqat zaxiradan o'yinga tushirib, nimaga Kongo bilan ham zaxiradan o'yinga tushirildi? Nimaga tavakkal qilib, nima bo'lsa bo'ldi, 3-o'yinga asosiy eng sara futbolchilarni terib qo'ymadik? Nimaga Sergeyevga, nimaga Ostonga ko'proq imkoniyat bermadik? Gapirsak gap ko'p, bunga 1 soat ham, hatto 3 soat, 4 soat ham vaqt yetmaydi. Qisqasi, qadrli do'stlar, O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatidagi yurishini alamli tarzda yakunladi. Menga yoqmagan tomoni, bilasizmi? Ochko ola olmaganimiz bo'ldi. Shunga biroz asablarim bardosh bera olmayapti, qadrli do'stlar. Mayli, lekin yigitlarga rahmat, yigitlar, barchangizga ter to'kdingiz. Men sizlarga hech qanaqa ortiqcha gap so'z qilmayman. Faqatgina Cannavaroning taktikasi ikkita o'yinda ham ko'zi ochilmagani, Kongoni men kamida durang o'ynaymiz deb o'ylaganim to'g'risi gap, chunki ikkita o'yinda biz mag'lubiyatga uchradik. Kongo bilan biz durang o'ynaymiz deb aytgandim, lekin Kongo va yana Kongoligini qildi. Qadrli do'stlar, O'zbekiston terma jamoasiga minnatdorchiligimizni izhor etaman. Rahmat yigitlar, shunchalik bizga yaratib berilgan sharoitlarni uchun ham biz futbol rahbarlariga rahmatimizni aytib qolaman. Qadrli do'stlar, eng qiziqarli xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Bizdan uzoqlashmang. Shunchaki O'zbekiston terma jamoasini bu ishtiroki uchun olqishlar bilan kuzatib qo'yaman. Toshkentimizga, vatanimizga sog'-omon qaytishlaringni tilab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling. Men Capazzini terma jamoamizga albatta bosh murabbiy bo'lib
Osiyo Kubogiga tayyorlashni juda ham xohlardim. Cannavaro oladigan oylik maoshni o'zimizni Kapaziyaga berib, vatan tuyg'usini his qiladigan futbolchi bilan mundialga borish yaxshiroq deb o'ylayman. O'zingizni ehtiyot qiling, albatta siz ham fikrlaringizni yozib qoldiring. Salomat bo'ling. Biz yana gaplashamiz, bizdan uzoqlashmang.